Assalomu alaykum Cem Avtosavdoning podpischiklari. Bugun sizlarga Cem Avtosavdodagi nov mashina bo'lsa hammasini YouTube sahifamizga joylab beramiz. Bugun 25-fevral 2026-yil. Birinchi mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz bo'ladi. Avtomat korobka eng full pozitsiyada diskalar qo'yilgan. Bu mashinamiz aksiyada. Faqat bir dona pasport ikkalasida adlangizda kredit bo'lmasligi, prava bo'lishi kerak. Shu ko'rib turgan Gentra mashinalaringizni oylik to'lov 4.800.000 so'mdan doğru adlangizga chiqarib beraman. Oy-moy to'lab yursangizlar bo'ldi. Hech qanday pul sul kerakmaydi. 2022-yil 140.000 kilometr yurgan lyuklar bor, metan gaz uстановка qilingan. Mashinamiz tayyor. Motor hadoy korobkalarida ish yo'q. Navbatdagi Cobalt'imiz 2024-yil 9.000 kilometr tutdi. Benzinda mashinalarimizning narxlarini ahamiyat berib ko'rasizlar. Bu narsalarimiz narxi 136 million so'm, eldinden 8,5 million so'm bersangizlar, oylik to'lov 4 million 700 so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. Mashin benzinda 100% radnoy, probegi o'ziniki. Mashinamizda 4 ta yumshoq balon ham qo'yilgan. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz 5 probeg, mashinamizda faqat birinchi nomer olingan, narxi 152 million so'm. Chotki. Eldinden 25 million bilan avtogradga chiqadi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan bu mashinamiz ham aksiyada 2 million so'm bilan ko'rdik. YouTube sahifamizda sizlarga bir dona pasport evazini hech qanday prava kerakmaydi. Oylik to'lovi 5 million 900 ming so'mdan to'lab ketsangiz bo'ldi. O'zi 2 million bilan turadi, hozir 2 million so'm sho'rnizda azorlatdik mashinani. O'zining tan narxini ham aytib o'taylik, 90 million so'm. 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 104 ming kilometr yurgan, alyumin rangda metan gazli uстановка qilingan mashinamizning narxi 95 million so'm. Eldinden 17 million bersangizlar hamma xarajatini bitirib beramiz. Oylik to'lovi 3 million 200 ming so'mdan 4 yil muddatga chiqadi. Oylik to'lovini ahamiyat berib ko'ring, 3 million 200 ming so'mdan. Chotki narxda. Gentramizning narxini 58 million so'm. Yilini aytmak kerakmidi? 58 million so'm 2006-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Gentra qilingan qop-qora svet Lassetti'mizni obzoratib beramiz. Bu esa 2lik motorda, bu koreyskiy motor bo'ladi. Mashinamiz 220 ming kilometr yurgan, metan gazlari bor. Chotki sostoyanida motorlar ham to'lamaydi, toza remontdan chiqib turibdi. Amerikanka 4 yumshoq balon Optra narsasi bor. 2022-yil avtomat korobka Spark avtomobilimiz 160 ming kilometr yurgan. Mashinamiz 95 million so'm, o'zining tan narxi eldinden 1 million so'm bersangizlar, nomer, texpasport, garov sug'urta, avtomashina 1 million ichida hamma xarajat bitadi, boshqa rasxod qilmaysizlar. Shu bilan adlangizga o'tirib beramiz mashinani. Oylik to'lovga keladigan bo'lsak 3 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatda 60 oylik avtogradga chiqarib ketsangizlar bo'ladi. Bir dana pasport evazini yana ham to'lovsiz mashina qo'yib beramiz. 2017-yil 260 ming kilometr yurgan. Mashinamiz metan gazlari bor. Narxini ahamiyat berib ko'rturinglar, hurmatli obunachilarimiz. Bundan arzon mashina boshqadan ko'radigan bo'lsangizlar, mashinani aytgan pulimdan yana 10 million arzonda beraman. Mashinamizning narxi 2017-yil Spark 50 million so'm. Cem Avtosavdoda bunday imkoniyatlar bilasizlar-ku, arzon ko'p bersa davom qiladi. 12-simiz hozir keldi. 2023-yil mashinamiz gum svetda, kraskasi 100% toza, probeg o'ziniki. Mashinamiz probegi 41 ming kilometr yurgan, metan gazlari va pokoleniya. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan, mashina 4-pozitsiya bo'ladi, avtomat korobka, lyuksiz varianti, boshqa hamma narsasi full. Eldinden 32 million so'm bersangizlar, hamma xarajati bitadi. Shu bilan adlangizga o'tirib beramiz. Oylik to'lovi 4 million 600 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqarib ketishingiz mumkin. Bunda Spark mashinamizni obzor etamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 164 ming kilometr yurgan mexanik korobka 2-pozitsiya, metan gazlari bor. Mashinamizning narxi 80 million so'm, kraskasi 100% toza mashina, liboya tekshirtirasizlar. Eldinden 15 million so'm bersangizlar, hamma xarajati bitadi. Notarskaylar ham ichida, oylik to'lov 3 million 400 dan 3 yil muddatda chiqarib ketishingiz mumkin. Navbatdagi Spark'imiz Novorod qilingan, 2020-yilda ishlab chiqarilgan 97 ming kilometr yurgan, metan gazlari bor, narxi 85 million so'm. Agar avtogradga chiqaraman desangizlar, eldinden 22,5 million so'm berasizlar, oylik to'lovi 2 million 700 dan 4 yil muddatda chiqarib ketishingiz mumkin. Mashinamizda ishlar ham taxlangan poni. Buni Instagramga qo'yib qo'yibmiz, to'liq postini. Navbatdagi Damazimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan vodiyli og'alarimiz uchun narxini chotki narxda qo'yib beraman. 2012-yil Damazning metan gazlari bor, siroklar ham bor. Narxini ahamiyat beringlar, hurmatli obunachilarimiz. 26 million so'm bo'lsa beraman. 2012-yil Damazda 26 million so'm ishtirok ketsangizlar bo'ladi. Avtokredit ham chiqadi. Bir dona pasport evazini 1 million 900 ming so'mdan oylik to'lov. Navbatdagi Damazimiz bu kredit davom qildiruvchi, eldinden 10 million so'm bersangizlar, avtokreditini davom qildirib ketsangizlar bo'ladi. Mashina hech qanday kamchilik yo'q, chotki turibdi, motorlar ham zo'r. 2023-yilda ishlab chiqqan 52 ming kilometr yurgan metan gazlari bor, narxi 70 million so'm, eldinden 6 million so'm bersangizlar, hamma xarajat bitadi. Bu mashinamiz aksiyada. Oylik to'lovga keladigan bo'lsak 2,5 million so'mdan 5 yil muddatga chiqarib ketasizlar. Mashinamizning kraskalari toza, 12lik bo'sh balonlar, metan gazlar qo'yilgan, ishlari döşələn tayyor turibdi.
Növbətdəki 2023-cü il damazımız 51.000 kilometr yürüyən BAM 70 milyon, əldən 6 milyon bərzəyizdə bunam şu aylık tolu tərtibi 1 il çıxadı. 2,5 milyondan 5 il müddətə çıxadı. 6 milyon bilə xəmər xəracatı bitədi buna. 2022-ci ildə işləb çıxarılan 60.000 kilometr yürüyən metan qazlı araba maşınımızın narxı 67 milyon som. Avtokrediti əldən 6 milyon bərzəyizdə aylık tolu 2 milyon 400 min somdan 5 il müddətə çıxarıb getişləriniz mümkün. Maşınımızı 13'lük diskə balon, metan qaz, şumkə, teyardır, mövcud var. 2023-cü il bu maşınımızın narxı 70 milyon som, 23 damazlarımız köpələyən narxı əmməsi 40 il durdu, gəlib görüb seylab ap kesilizə boladı. Əldən 6 milyon bilə çıxadı, 2,5 milyon somdan 5 il müddətə. 2024-cü il 6000 kilometr yürütdürən, kraskəsi 100% taza, şumkə boğan, teyyar damazımız özündən narxı 85 milyon som. Əgər avtokreditə çıxarında sizlə 16,5 milyon beləsə aylık tolu 2 milyon 700 min somdan 5 il müddətə çıxadı. 16,5 milyon içində həm mövcud bitədim, notarska ilə aram. 2024-cü il növbətdəki damazımız 15.000 kilometr tutdu. Metan qaz araba. Maşınımızın narxına xəmət bəlk görün. Hürmətli abunəçilərimiz 86 milyon som yazılıb tutdu. 3 milyon som arzalla tamamında 83 milyon soma qoyub bərəmə. Maşınımızı əldən şimdi 14,5 milyon bərsənizdə 2 milyon 700-dən 5 il müddətə çıxadı. Bandakı